Ayolingiz siz uchun o'ziga oro berishini istaganingiz kabi siz ham u uchun hozirlaning. Odatda juftining o'zi uchun bezanishini, doim maftunkor va go'zal ko'rinishini xohlaydi. Bu tabiiy. Ham ayoli uchun o'ziga oro berishi, ko'rkam ko'rinishi ham tabiiymi? O'ziga oro berishlik faqat ayolning ishi deb o'ylasa xato o'ylaydi. Erning soch soqoli bir ahvolda, kirli, ter hidi anqib turgan kiyimdagiligi odatiy holmi? Ayolga erning tashqi ko'rinishini ta'sir qilmaydimi? Ahvol shunday bo'lsa, erkak turmush qurish yoki endigina unashtirilgan davrida yoki yori bilan uchrashish uchun qanday hayajon bilan hozirlangan edi? Nega endi uylangach erkak bu ishini davom ettirmaydi, tashqi ko'rinishini chetga surib qo'yadi? Erkakning o'zgarishiga sabab nima? Bir erkak uylanishidan avval qanday tartibli yashagan bo'lsa, uylangach ham o'zini tashlab qo'ymasdan o'ziga qarab yurishi lozim. Ibn Abbos roziyallohu anhuning ayolim men uchun o'ziga oro bergani kabi men ham u uchun o'zimga qarayman deganlar. Musulmonlar xalifasi Umar ibn Hattob roziyallohu anhuning huzuriga bir ayol eridan shikoyat qilib, eridan ajratib qo'yishni talab qilib keldi. Hazrati Umar roziyallohu anhu ayolning erini chaqirtirdi. U kishi keldi. U soch soqollari taralmagan, ust-boshi kir, qisqasi uning tozalikka rioya qilmasligi ham aftongoridan ko'rinib turar edi. Hazrati Umar roziyallohu anhu bu odamni olib borib, yuvintirib, toza kiyimlarini kiydirishga buyurdi. Kishi toza bo'lgach, ayolini ham ichkariga chaqirtirdi. Ayol kirgan zahoti erini taniy olmadi va undan o'zini to'sdi. Hazrati Umar roziyallohu anhu, "Bu ering-ku, tanimadingmi?" dedi. Eriga diqqat bilan nazar tashlagan ayol uni tanidi va uning ko'rinishidan juda sevindi. Erining bu holatda ko'rinishga kelishiga sabab Umar roziyallohu anhu ekanini bildi. Ular yarashdilar. Shunda Umar roziyallohu anhu, "Alloh nomi bilan ont ichib aytamanki, sizlar ayollaringiz siz uchun bezanishlarini qanchalik xohlasangiz, ular ham sizni o'zlari uchun o'zingizga qarashingizdan shunchalik xursand bo'ladilar", dedilar. Haq dinimiz islom tozalik, nazokat, go'zallik va tartib dinidir. Dinimiz musulmonlarni xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, tozalikka, tashqi ko'rinishga, kiyimlarini tartibli bo'lishgagina amr etadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kimning sochlari uzun bo'lsa uni parvarishlasin, toza bo'lishi uchun harakat qilsin deb marhamat qilganlar. Rasulimiz sallallohu alayhi va sallamning shu amrlarini o'qigan inson tezda o'zini oyna qarshisiga turgandek sochlarini tarab, o'ziga xushbo'yliklardan sepib olsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashablariga va o'zlariga atir hadya qilganlarida qaytarmaslikka buyurdilar. Kimga rayhon hadya etilsa qaytarmasin, chunki uning ifori ham yoqimli, ham o'tkir emas deya marhamat qildilar.